Assalomu alaykum va rahmatulloh. Guruhimiz a'zolari inshaalloh 15-noyabr kuni Andijondan Madinaga yo'lga chiqqan hamsafarlarimiz bilan Madina-i Munavvarada ibodatlarimizni, ziyoratlarimizga yakuniga yetkazib, inshaalloh Makka-i Mukarramaga, Ka'ba-i Muazzamani tavofiga umra amalini qilgani ketyapmiz inshaalloh. Alloh taolo ojonalarimizni, hoji dadalarimizni ibodatlarini oson qilsin. Alloh o'zi yengil qilsin, o'zi dargohi ilohiyatiga qabul qilsin. Allohga oson har bir ish. Alloh taolodan umidimiz inshaalloh ehromlarimizdan chiqayotganimizda onamizdan yangi tug'ilgandek gunohlarimizdan forig' bo'lgan holatda chiqmoqligimizni Alloh o'zi muyassar qilsin. Alloh o'zi nasib qilsin. Alloh taolo hammalaringizga ehromlaringizni muboraklik qilsin. Ibodatlarimizni, Rasulimizni diyorida qilgan ibodat va ziyoratlarimizni Alloh taolo o'zi dargohi ilohiyatiga qabul qilsin. Buni ajri mukofotini erta qiyomat kunida Rasulimizni shafoati bilan Alloh